Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun Traktor Borduz Buxoro filialidan yana bitta video obzor. Yuto 454 traktorimizni obzor qilamiz. Xudo xolasa videoni kuzatib, bitta like bosib, kommentariy yozib, podpisatsiya bosib ketsangizlar, xursand bo'lardik. Yuto 454 traktorimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan Yuto zavodida 45 ot kuchi, 4 ta silindrli oldi-orqa tortadi. Oldi moslari va gruz toshlari bor oldida, o'ziga yarasha, va orqa balonda ham gruz toshlari bor. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda traktorimiz narxi 145 million so'm, tan narxi 145 million so'm. 3 yilga lizing asosida qilib beramiz. Boshlang'ich 25-30% to'lagan fermer xo'jalikka, undan tashqari pasportga, ikkita pasportga chiqarib beramiz. Boshiga 25% boshlang'ich to'lov to'lanadi. Boshiga 25% boshlang'ich to'lov, qolganini 3 yilga beramiz, har 6 oyda bir marta to'laydigan qilib. Hozirgi paytda bunga 400 litrlik Apollon apreskvitel osyapmiz. Nimaga? Hozirgi kundagi juda talab kuchli, ekonomik traktor, katta yerlarga bemalol 400 litrlik apreskvitel bilan to'g'ri sepsa bo'ladi. 400 litr apreskvitelimiz 19 million so'm. 145 million, 155, 164 million общий tan narxi. Lizing qilib beramiz. Boshiga bir 30-40 million pul to'lanadi. Qolgani 3 yilda bir marta to'laydigan qilib beramiz. Bu traktorimizga keladigan bo'lsak, reversimiz bor. Oldinga, orqaga revers, ruchnoy gaz, 540 ming оборотda aynaladi. Oldinga, orqaga sekin tez yuradigan skorstlari bu. Bu 4 ta skors. Qarabsizki, oldinga 4 ta, 8 ta skors, orqaga 8 ta skors tezlik bilan yuradi. Orqa naviskalarni ko'tarib tushiradigan narsalarimiz va blokrovkalar ham bor bu yerda. Ruchnoy tormoz bu yerda joylashtirilgan, qizildagi gabarit chiroqlari pastda. Bu apreskvitelimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan 4 litrlik Taral firmasidan eng baquvvat, eng zo'r, eng sifatli Apollon. Hozir sotilayotgan Apollonlar juda ham ko'p. Hammasini reduktorida va mana bu sepadigan joylarida farq qiladi. Bu misli, temirli bo'ladi. Boshqa apreskvitellarda plastmassali bo'ladi. Bunaqalar bo'lmaydi. Eng zo'ri shu. Mana shundan olingizlar, bemalol 1 sezon emas, 4-5 yil bemalol ishlab beradi sizga. Hamma joy turitskiy bo'ladi. Reduktorlar turitskiy, kardanlari ulanib, hozir suv quyib traktorda ishlatib bir test qilib qo'yamiz. Xudo xolasa fermerlarimiz kelib tayyor mana shu holatda olib ketib, bemalol ishlatishga tayyor holatda sotib beramiz. Bemalol kelib murojaat qilsangiz bo'ladi. Pastda nomerlar ham qoldiramiz. Traktorimiz Chesti Xitoy davlatida yig'ilib chiqilgan 4 ta silindrli oldi-orqa tortadigan Xitoy traktori. Yuto 454 45 ot kuch. Traktorga garantiya beriladi, 1 yil garantiya beriladi, servis xizmati bor. Moylarni almashtirib beramiz, filtrlarni almashtirib beramiz. Hammasiga 100% garantiya beriladi. 1 yilgacha garantiya beramiz traktorimizga va qo'rqmasdan bemalol olsangiz bo'ladi. Kafolati bor. Nomerimiz pastda yozamiz. Nurlan, o'zim nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilsangizlar kelar, to'liq ma'lumot qoldiramiz va bizdan olgan mijozlarimiz haqida ham nomerlarni beramiz. Ular bilan ham bog'lanib, ishlatib yurgan fermerlar bilan ham gaplashib, klientlar bilan bemalol ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu traktorimizni ancha ko'p sotganmiz. Bu traktorlarimiz ham padoviy sotiladigan traktorimiz. Yuto 45 ot kuchi. Yana bitta narsa, bizlarning hamma joyda filialimiz bor. Faqat Buxoroda emas. Buxoro hozir tushirayotgan joyimiz Buxoro videoga olyapmiz va Surxondaryo, Xorazm, Samarqand, Vodiy, Toshkent
hamma joyda filialimiz bor. Bemalol murojaat qilsangizlar to'liq ma'lumot beramiz. Filiallarimiz haqida borib filiallarimizdan ma'lumot olsangiz bo'ladi. Oddiy farsumka apparat ko'rib turganingizdek. Maslaning filtr qo'yilgan bu yerga. Hammangizda traktor bor o'zida. Buxoro filialida kutib qolamiz, hurmatli mijozlar. Hozir video davomida qo'yib boramiz buni. Tushirib, suv quyib, sepilayotgan joylardan. 100 litrlik apreskvitilimiz va 450 traktorimiz. Ularga 600 litrlik apreskvitildan ko'ra mana shu 400 litrlik apreskvitillarimiz zo'r tushadi va katta maydonlarga zo'r sepib beradi. Apreskvitilimiz O'zbekistonda yagona bo'lgan eng zo'r apreskvitillardan bittasi. Turkiya davlati Taral firmasida ishlab chiqarilgan. Ishlash jarayonlari mana. Sepishlari zo'r. To'rt litrli apreskvitilimiz 19 million, traktorimiz 145 million so'm. Ikkalasini ham kelishtirib chiroyli narx qilib beramiz. Suv tugadimi? Bemalol qiynalmasdan suvni to'ldirib ishlatsa bo'ladi. Bedalarga, bug'doylarga, katta maydonlarga kam rasxod qilib, ko'proq ish qilishga yaxshi yechim. Bemalol kelib ko'rib, ikkalasini komplekt sotib olsangizlar ham bo'ladi. Ikkalasini ham qo'shib beramiz apreskvitilning yoniga, traktorning yoniga. Bemalol mana ishlatib, sozlab, chiroyli qilib qo'yganmiz. Kelib sotib olib bemalol ishga tushiraversangizlar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, hurmatli mijozlar. Bemalol bog'laning. Bizlarni hamma viloyatlarda filiallarimiz bor, traktor bor o'zida. Xudo xolasa boshqa texnika agregatlarimizni ham ko'rsatib boramiz. Ishlash jarayonlaridan dalada ishlayotganlari ham bor. Bu traktorlarimizdan ularni ham ko'rsatamiz. 600 litrlik apreskvitilimiz bor. Bundan tashqari rotorli kaselkalarimiz bor. 195 lik Turitskiy. Bir qatorli silos apparatimiz borki, bemalol kelib ko'rsatib bo'ladi. Lazerli planirovщикlarimiz Yuto 454, Yuto 354, 35 ot kuchi, 45 ot kuchi, Yuto 554. Buxoroda bitta dona qolgan, 5 kabina varianti. Ulgurib qoling. Xudo xolasa haydovchi sotiladigan traktorlarimiz. Yaqinda yana olib kelamiz bu traktorimizdan. Yuto traktorlardan hammasidan bor. MT traktorlarimiz bor. Bemalol kelib ko'rib, haydab, ishlatib ko'rsatishlar bo'ladi. Bizlar sizlarni traktor bor o'zida Buxoro filialida kutib qolamiz. Buxorolik akalarimizni. Bundan tashqari Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand hamma joyga xudo xolasa chiroyli narxlarni qilib beramiz. Bemalol telefon qilib, bog'lanib kelaversangizlar bo'ladi. Sizlarga yana telefon qilsangizlar to'liqroq ma'lumot qoldiramiz. To'lov usullari, ikkalasini ham lizingga qilib beramiz, bu ikkalasini ham. Hammaga rahmat kuzatgan. Xudo xolasa hammangizni kutib qolamiz, hurmatli mijozlar, hurmatli akalar va fermerlar. Yana bitta video qilyapmiz. Xudo xolasa mana 454larimiz zavat bo'lishlari, ovozlari mana shu holatda qo'yamiz. Ofis nimayimizga, salonimizga. Xudo xolasa kelib, mana shu holatida xarid qilsa, videosini qilamiz.
Hurmatli kuzatuvchilar, hammaga yana bir marta rahmat. Bizlarni kuzatishda davom eting. Videoga like bosib, podpisatsiya qilib, keyingi videolarimizdan Xudo xolasa o'tkazib bormang.